Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Buxoro viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tashabbusi bilan 7-8 avgust kunlari demak Buxoro ko'p tarmoqli tibbiyot markazi huzurida neyroxirurgiyaning dolzarb muammolari mavzusida neyroxirurgik ilmiy amaliy seminar o'tkazilishi rejalashtirilgan va bu seminar bugungi kunda boshlandi. Demak Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazi ning yetakchi mutaxassislari Buxoroga yetib kelib, bugun ma'ruzalar kuni, ma'ruzalar demak neyroxirurgiyaning dolzarb muammolari yuzasidan ma'ruzalar o'qiladi va ertaga master klass o'tkazilib, bemorlar konsultatsiyasi hamda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Demak, bu seminarni o'tkazishdan maqsad birinchi navbatda yuqori texnologik davolash usullarini hududlarga olib kirish, ya'ni markazda bajariladigan har qanday jarrohlik amaliyoti bugungi kunda hududlarda ham bajarilishi kerak. Shu maqsadda bu demak seminar o'tkazilyapti, chunki davlatimiz rahbarining asosiy tibbiyotga qo'yiladigan vazifalardan bittasi bu yuqori texnologik tibbiyotni hududlarga olib borish. Ya'ni markazda bajarilib turgan har qanday jarrohlik amaliyoti bugungi kunda hududlarda ham bajarilishi kerak. Kasallar sarson ovora bo'lib, masalan, Toshkentga borish shart emas. O'sha viloyatida, hududida u demak yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari ham yoki diagnostika usullari ham Buxoroda bajarilishi kerak. Shu maqsadda demak bu seminar bugun o'tkazilyapti va o'ylaymanki bugungi kunda neyroxirurglar viloyatda faoliyat olib boradigan neyroxirurglar uchun, nevrologlar uchun bu juda katta ahamiyat kasb etadi, chunki ularga bugun master klasslar o'tkazib, yangi jarrohlik amaliyotlarini, yangi davolash usullarini demak biz o'rgatishga kelganmiz. Rahmat, aka, va bitta savolim bor. Aynan yuqori texnologik operatsiyalarni muolajalar amalga oshirish uchun albatta tibbiyotda yangi texnologiyalarni kirib kelishi bu juda ham muhim sanaladi va shu ma'noda aytilganda Buxoroda bugungi kunda aynan mana shu texnologiyalarni kirib kelishi, tibbiyot uskunalari bilan ta'minlanganlik holati qay darajada, bu zamonaviy o'sha jahon standartlariga mos darajadagi operatsiyalarni o'sha texnologiyalar bilan qila olyapmizmi? Demak, bugun men ishonch bilan aytish mumkinki, bugungi kunda neyroxirurgiya sohasida Buxoro viloyatida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini bajarish uchun barcha asbob uskunalar mavjud. Ya'ni bugungi kunda o'sha Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazida bajarilishi mumkin bo'lgan har qanday jarrohlik amaliyoti Buxoro viloyatida ham bajarilishi mumkin. Bu ishonchim komil bu narsaga. Neyroxirurgiya sohasini rivojlanishini nazarda tutgan bo'lsak, yaqin kelajakda yana qanaqa yangiliklar kutadi sohani? Endi birinchi navbatda albatta bugun neyroxirurgiyada boshqa jarrohliklarga o'xshab jarrohlik amaliyotlarini minimizatsiya qilish, ya'ni kesmalarsiz kichkina demak prokollar bilan shu mini invaziv jarrohlik amaliyotlarini tatbiq qilish. Men o'ylaymanki bu Buxoro viloyatida bugun boshlangan va faqat uni rivojlantirish kerak, xolos, boshqa narsa. Sohada kadrlar tayyorlash masalasi qay darajada yo'lga qo'yilgan? Demak, Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazi huzurida o'qish markazi tashkil etilgan va viloyatlardan har qanday har necha vaqtda demak 36-72-148 soatlik kurslar bor. Ular kelib bemalol o'qish mumkin. Demak, markaz hisobidan hech qanday ularga qo'shimcha ravishda mablag' talab etilmaydi va markaz tomonidan hozir chet ellarning yetakchi demak davolash muassasalariga ham viloyatlardan malaka oshirish uchun bizning neyroxirurglarimiz jo'natilyapti. Endi barcha sohada hozir sun'iy intellekt kirib kelyapti. Aynan neyroxirurgiya sohasida sun'iy intellektdan qay darajada foydalana olishyapti? Endi bu sun'iy intellektning kirib kelishi men o'ylaymanki endi boshlandi va xudo xolasa bizda grantlar hozir grantlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilyapti va o'ylaymanki neyroxirurgiyadan tez kunda sun'iy intellekt tashxis qo'yishda va qanday jarrohlik amaliyotini tanlab berishda yordam berishi mumkin deb o'ylayman. Juda yaxshi foyda beradi, xudo xolasa. Rahmat. Seminardan keyin qanaqa rejalar bo'lishi mumkin Buxoroda? Ushbu seminar seminardan keyin demak bu birinchi etap va 27-yilda biz juda katta neyroxirurgik endi seminar emas,
katta konferensiya o'tkazishni rejalashtirganmiz Buxoro viloyatida 27-yil oktyabr oyida xudo xohlasa. Demak, chet el mutaxassis xalqaro miqyosda bo'ladi va chet eldan yetakchi mutaxassislar kelib, biza bugun qilib turgan ma'ruza va master klasslarni ular kelib ko'rsatib berishadi. Seminarlar aynan Buxoroda o'tkazilayotganiga qaraganda, demak nisbatan olganda Buxoro viloyatida neyroxirurgiya sohasi yaxshi rivojlanyapti, shundaymi? Endi aytishim mumkinki, bugun Buxoro viloyatida keskin rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan bittasi bu neyroxirurgiya. Haqiqatan ham bugun zamon talabiga javob beradigan darajada deb aytsa bo'ladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Ism familiya talab bo'lsin. Norov Abdurahmon Ubaydulloyevich, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika neyroxirurgiya ilmiy amaliy markazi direktor o'rinbosari. Rahmat. Salomat.